Assalomu alaykum mehribon onajonlarim, yaxshi dam oldinglarmi? Nazoka tepa ozish uchun siz qattan motivatsiya olyapsiz, irodangiz kuchli ekan, qanaqa bunaqa ozyapsiz deb ko'pchilik yozyapti-da. Qizlar, motivatsiyachi yutuqlaringizga erishayotgan paytingizda keladi. Nimagadir sel qo'ysanglar, ya'ni sel nima deydi o'zbekchasiga? Maqsad qo'ysanglar, sizlarga motivatsiya yordam bermaydi. Mana ozishni boshlaganda, tarozi ustiga chiqqanda, ves kamayayotganini ko'rgandan keyin odamda motivatsiya paydo bo'ladi. Yana harakat qilishim kerak, ushlashim kerak, o'zimni nafsimni tiyishim kerak degan narsa ana o'shanda paydo bo'ladi. Nimadir maqsad qilishingizdan oldin kimdandir motivatsiya kutmanglar. O'zingizga motivatsiya beringlar. Va natija davomida yana ham motivatsiyaga boy bo'lasizlar. Ya'ni ko'rayotgan